Oysha onamizni bir jiyanlari bo'lgan. Urva ibn Zubayr degan. U kishidan eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi. Bir kun xalifa Damashqda Urva ibn Zubayrni chaqirtiradi. U kishi Madinada yashardilar. Eng kichkina o'g'illarini olib yo'lga chiqadilar. Yo'lda oyoqlariga bir kasallik yetadi va Damashqqa kirguncha yurolmaydigan holga kelib qoladi. Damashqqa kirib xalifa bilan ko'rishganda tabiblar ko'rib oyog'i aytishadiki, oyog'i zudlik bilan kesishimiz kerak deyshadi. Agar tizzadan o'tib ketganda o'lar deyshadi. Unda mayli kesinglar dedilar. Faqat aroq ichishingiz kerak, og'rig'iga chidolmaysiz deyshadi doktorlar, tabiblar. Men aroq ichmayman dedilar. Lekin men namoz o'qiyman, namoz boshlaganimda oyog'imni kesaveringlar dedilar. Xushuni qarang. Namozda ular shu darajada namozdagi xushu bo'lardiki, og'riqni sezishmas edi. Namozni boshlaganlarida oyoqlarini kesishni boshlashdi. Xalifa Valid ibn Abdul Malik bo'lgan o'sha paytda. O'sha aytganki, men shayxning ovozini eshitmadim. Oyoq kesilib tog'oraga otilganda, keyin yog'i kuydirilgandagi hididan bildim men oyoq kesilib bo'lganini deydi. Shu darajadagi xushur bo'ldi. Umumiy olganda oyoqlaridan ayrildilar. Xuddi o'sha kunning o'zida eng kichkina farzandlari ham vafot etadi. Har xil rivoyatlar bor. Ot bosib ketgan deyshadi. Ko'zlarini ochganlarida oyoqlariga qarab aytdilarki, guvoh bo'linglar, men bu oyoq bilan biron marta gunohga yurmadim dedilar. Keyin o'g'illarini vafot etganini xabarini berishadi. Bir kunda inson yo'li qishi mumkin bo'lgan ikkita eng og'ir musibat. Birinchisi oyog'idan ayrilishi, ikkinchisi farzandidan ayrilishi. O'g'illaridan ayrilganlarning xabarini aytganda u kishiga aytadilarki, Allohim 4 ta farzand berdi. Birini oldi, 3-ni menga qoldirdi dedilar. Alloh menga 4 tarafimni berdi. Birini oldi, 3-ni menga qoldirdi deb Allohumma lakal hamd dedilar. Allohim senga hamd bo'lsin dedilar. Ulardagi iymonga qarang. Alloh nima qoldirganiga qarashyapti. Chunki ular bilishardi, ular ham, ulardagi bor narsa ham Allohning mulki. Allohniki u hamma narsa. Alloh xohlaganini qoldiradi. Ular Alloh nima olganiga emas, Alloh nima qoldirganiga qarashardi. Mana shu iymon, mana shu ixlos hisoblanadi. Ko'z teyishi ko'pchilik so'radi, chaqaloqlarimizga, farzandlarimizga ko'z tegadi. Bu bor narsami o'zi deb. Bu bor narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Buxoriy rivoyat qilgan. Al-aynu haq deganlar. Ya'ni ko'z teyishi haqdir deganlar. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Bolalarimizga ko'z tegsa, kechalar injiqlik qilsa, ko'zmunchoq taqishimiz kerakmi yoki kinachiga borishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerakligini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nabiralari bor edi, Hasan va Husayn degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabiralariga shu duoni qilardilar. Va aytganlarki, Ismoil va Ishoqqa otalari ham shunday duo qilardi deganlar. Ya'ni Ibrohim alayhisalom ham xuddi shu duoni qilardilar. Biz ham farzandimizga shu duoni qilsak, har kun o'qisak, inshaalloh hech qanaqa ko'z ham tegmaydi, Allohning hifzida, himoyasida bo'lishadi farzandlarimiz. Duo. A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytonin va hammah va min kulli aynin lammah. Uylanmoqchi bo'layotganlar, farzand kutayotganlar shu duoni qilishimiz kerak. Oilasida baxtli, farzandlari ham solih, solihalar bo'lgan oilalarni qarasangiz, so'rasangiz, aksariyati shu duoni qilgan bo'ladi. Va bu duoni Allohning o'zi o'rgatgan bandalariga. Qur'onda keladi. Furqon surasida Alloh Rahmonning bandalari deb turib, ularni maqtab kelib turib, ular shunaqa duo qiluvchilar deb Alloh keltiradi. Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ular shunday deydiganlardir deydi Alloh. Robbimiz bizga juft halollarimizdan, zurriyotlarimizdan ko'z quvonchlari ato etgan va bizni taqvodorlarga imom qilgan. Qarang, biz har xil narsa so'rashimiz mumkin. Ayolim bunaqa bo'lsin, farzandim bunaqa bo'lsin. Alloh hammasini bitta gapga jamlab, bitta so'zga jamlab aytayotdiki,
ko'z quvonch qilgan. Alloh hammamizni, oilalarimizni, juft halollarimizdan, zurriyotlarimizdan ko'z quvonchlari ato qilsin. Allohga duo qilishlik. Ko'pchiligimiz duoyimiz ijobat bo'lmayapti, Allohdan so'rasak bermayapti deb o'ylaymiz. Bunga ba'zi bir sabablar bo'ladi. Ba'zida biz o'zimiz duo qilishni bilmaymiz. Duo qilishda asosiy narsa duo o'zi ibodat. Va duo qilishda biza Allohga shunaqa duo qilishimiz kerakki, yolvorishimiz kerak. O'zimizni xorligimizni, bizda hech qanaqa kuch ham, quvvatimiz ham yo'qligini Allohga izhor qilishimiz kerak. Bandaligimizni qilishimiz kerak. O'zimizni Allohga bechora ko'rsatishimiz kerak. Shu narsalarni qilmaymiz biz odatda. Ochib, amin. Alloh tinchlik xotirjamlik deymiz. Unaqa duo qilinmaydi Allohga. Allohning go'zal ismlari bilan, sifatlari bilan va o'zimizni xorligimizni, zorligimizni Allohga izhor qilib duo qilishimiz kerak. Mana shunaqa duo ijobat bo'ladi. Duoyimiz ijobat bo'lmayotgani ba'zida biz uchun yaxshilik bo'ladi bu narsa. Alloh o'zini hikmati bilan kechiktiradi bizni duoyimizni ijobatini. Chunki biz so'ragan narsa biz uchun shu paytda yomonlik bo'lishi mumkin. Bu narsani biz bilmaymiz, biz so'raveramiz Allohdan. Lekin Alloh biladi-ku bu narsani. Biz uchun yomonlik bo'lgani uchun Alloh kechiktiradi. Biz keyin o'tiramiz, men Alloh bermayapti menga deb. Tasavvur qiling, shu so'ragan uyimiz biz uchun yomonlik bo'lsa-chi, hamma oilamiz bilan yonib ketib qolsa-chi ertaga. Yoki so'ragan mashinamiz avariya bo'lib ketsa-chi, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz bilmaymiz biz uchun nima yaxshilik, nima yomonligini. Alloh haqida go'zal o'yda, go'zal fikrda bo'lishimiz kerak. Tasavvur qiling, sizda bir kichkina qizchangiz bor, 3-4 yashar yoki o'g'lingiz kelib, pichoq bering menga deyapti. Yolvoryapti, yig'layapti. Qo'liga hech pichoq berasizmi? Yig'lasa ham, yolvorsa ham bermaysiz pichoqni. Chunki bilasiz, u bilan u qo'lini kesib oladi. Uning uchun yomonlik narsa u. Xuddi shunaqa biz ham Allohdan ba'zida so'raymiz, biz uchun yomonlik bo'ladi u narsa. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh aytadiki, "Estaizu billah, vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun." Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Men qalbim toza, namoz o'qimasam ham qalbim sof deymiz ko'pchiligimiz. Shunaqa odamlar nima deyshadi? Men birovlarning haqqini yemayapman, birovga zararim tegmayapti deyshadi. To'g'ri, bu narsa yaxshi. Bu narsa insonlar bilan oramizdagi haq-huquqlar bular hammasi. Endi yana bitta asosiy narsa bor, u ham bo'lsa Allohning ham bandalari ustida haqqi bor. Misol uchun bizni tuqqan onamizni biz ustimizda haqlari bormi? Endi bizga o'sha onamizni ham bergan, bizni yo'qdan bor qilgan, bizga rizq beradigan Robbimizni biz ustimizda haqqi bo'lmaydimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga aytganlarida, "Ey Muoz, Allohning bandalar ustidagi haqqi nima ekanligini bilasanmi?" deganlar. U kishi Alloh va Rasuli biluvchiroq deganlarida Rasululloh aytganlarki, Allohning bandalar ustidagi haqqi unga ibodat qilishlari va unga hech narsani shirk keltirmasliklaridir. Biz Allohning haqqini ham ado qilishimiz kerak. Va bu haqlarning eng asosiysi. Va bu haqqi ado qilmasdan turib biz o'zimiz "Men qalbim toza" deya olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." O'zinglarni o'zinglar poklamanglar. Albatta u kim taqvodorroq ekanini yaxshiroq biladi. Men qalbim toza, namoz o'qimasam ham qalbim sof deymiz ko'pchiligimiz. Shunaqa odamlar nima deyshadi? Men birovlarning haqqini yemayapman, birovga zararim tegmayapti deyshadi. To'g'ri, bu narsa yaxshi. Bu narsa insonlar bilan oramizdagi haq-huquqlar bular hammasi. Endi yana bitta asosiy narsa bor, u ham bo'lsa Allohning ham bandalari ustida haqqi bor. Misol uchun bizni tuqqan onamizni biz ustimizda haqlari bormi? Endi bizga o'sha onamizni ham bergan, bizni yo'qdan bor qilgan, bizga rizq beradigan Robbimizni biz ustimizda haqqi bo'lmaydimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga aytganlarida, "Ey Muoz, Allohning bandalar ustidagi haqqi nima ekanligini bilasanmi?" deganlar. U kishi Alloh va Rasuli biluvchiroq deganlarida Rasululloh aytganlarki, Allohning bandalar ustidagi haqqi unga ibodat qilishlari va unga hech narsani shirk keltirmasliklaridir. Biz Allohning haqqini ham ado qilishimiz kerak. Va bu haqlarning eng asosiysi. Va bu haqqi ado qilmasdan turib biz o'zimiz "Men qalbim toza" deya olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." O'zinglarni o'zinglar poklamanglar. Albatta u kim taqvodorroq ekanini yaxshiroq biladi. Kunimizdagi bu ob-havo juda ham ifloslanib ketgan, hammamiz ko'rib turibmiz. Ko'pchilik bitta xato qilyapti, ob-havoni so'kyapti. Havo unaqa qilyapti deb juda buzuq so'zlar bilan so'kinadi. Yoki ba'zida quyosh isib ketsa,
quyosh unaqa qilardi, yomg'ir ko'payib ketsa yomg'ir o'qiyordi. Birodarlar, aka-ukalar, opa-singillarim, so'kishimiz mumkin emas bu narsalarni. Bu quyosh, havo ham, shamol, yomg'ir hammasi Allohning qo'lida. Bu hamma narsalar Allohning buyrug'i bilan harakat qiladi. Alloh boshqarib turadi bularni. Biz bu narsalarda, misol uchun, shamol kuchayib ketsa, havo yomonlashib ketsa, Allohdan yaxshiligini so'rashimiz kerak, duo qilishimiz kerak. Allohim yaxshiligini bergin, yomonligidan panoh so'rayman deyishimiz kerak. Chunki hadislarni qarang, juda ham ko'plab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislar bor. Misol uchun, zamonni vaqti so'kmanglar deganlar. Boshqa bir hadisda shamolni so'kmanglar deganlar. Undan Allohdan yaxshiligini so'ranglar deb buyurganlar. Shuning uchun bu xatoni qilmasligimiz kerak. Chunki biz shamolni, havoni so'kkanimizda xuddi Allohni so'kkandek bo'lamiz. Chunki bularni boshqaruvchisi Alloh-ku. Bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tuhmatchilar bor hozirgi kunimizda ko'payib ketgan. Yo'q narsalarni to'qib, musulmon kishining obro'sini to'kish uchun tuhmat qilishadi. Tuhmat qilishlik harom va juda ham og'ir gunoh hisoblanadi. Musulmon kishini obro'sini to'kishga hech kimning haqqi yo'q. Tuhmat qilayotgan kishi Allohdan qo'rqish kerak. Tuhmat qilayotgan kishi tuhmat qilib bu odamni xor qilaman deb o'ylaydi. Lekin oxir oqibat baribir o'zi xor bo'ladi. Alloh xor qilganni hech kim aziz qila olmaydi. Alloh aziz qilganni ham hech kim xor qila olmaydi. Muaz ibn Anas al-Juhani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim bir musulmonni ayblab, uni sharmanda qilish niyatida, ya'ni uni tuhmat qilsa, Alloh uni jahannam ko'prigi ustida ushlab turadi dedilar. Va Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Estaizu billah والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا." Mu'min va mu'minalarga ular biror narsa qilmasalar ham ozor beradiganlar batahqiq o'z ustlariga ochiq bo'xton va gunohni olibdilar. Jamiyatimizda ajralishlar juda ham ko'payib ketyapti hozir. Shu 3 ta narsaga amal qilsak, baxtli bo'lamiz oilamizda va ajralishlar ham kamayadi. Birinchisi duo. Allohga yolvorib duo qilishimiz kerak. Er ham, ayol ham Allohdan baxt so'rab duo qilish kerak oilasiga. Ikkinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini hayotimizga chizishimiz kerak. Rasululloh qanaqa muomala qilardilar ayollari bilan? Ayollari qanaqa muomala qilishardi Rasululloh bilan? Rasulullohning hayotlaridan bitta qissani aytib beraman. Buxoriy rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun Oysha onamiz uylarida sahobalari bilan o'tirganlarida Oysha onamiz ovqat tayyorlayotgan bo'ladilar. O'sha paytda Rasulullohga boshqa ayollarnikidan ovqat kelib qoladi. Haligini ko'rgan Oysha onamiz rashklari kelib, idishib bir urib yerga sindirib yuboradilar. Tasavvur qilib ko'ring, siz shu holatga o'zingizni solib ko'ring. Nima qilamiz? Birinchi turib, sen kimsan o'zi, meni erkaklarning oldida, men o'rtoqlarim oldida pisand qilmaydigan, sharmanda qiladigan deb qiyomat qilamiz. Qiyomat bo'ladi. Lekin Rasululloh nima qildilar? Rasululloh turdilar, yerdagi idishni to'pladilar, ovqatlarni to'plab, bir chetga oldilar-da, kelib o'tirib, "G'arat ummukum", onanglar rashk qildi, onanglarning rashki keldi dedilar. Bo'ldi. Borib turib Oysha onamiz bilan to'polon qilib janjal qilganlar yo'q. Ya'ni ayolga ayoldek qarashimiz kerak. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli." Sizlarning eng yaxshilaringiz ahlingizga yaxshi bo'lganlaringizdir. Va men sizlarning ichingizda ahlimga eng yaxshi bo'lganingiz menman dedilar. Uchinchi narsa tag'oful. Ayblarni ko'rib, mayda-chuda ayblarni ko'rib, ko'rmaganlikka olishlik. Ko'rib turibsiz, ayblar ko'p. Chunki idealni inson yo'q. Shu ayblarni ko'rib turib, ko'rmaganlikka olib, bag'ri keng bo'lishlik. Mana shu 3 ta narsaga amal qilsak, inshaalloh oilamizda baxtli bo'lamiz. Ajralishlar, taloqlar kamayadi. Islom ayollarga bergan haqni joyiga qo'ygan bo'lamiz.